Tashiyev masalan qochdi, chet elga ketdi, tarafdorlarini sotdi, matbuot anjumaniga chiqolmadi, qilolmadi, o'zini fikrlarini e'lon qilolmay, xuddi muttaham odamday keldi ketdi to'rkunda. Qamchibek Tashiyev ikki og'iz gapini aytish kerak edi, aytmadi. Bu juda sirli va juda xavotirli holat. Yo u kattakon jang oldin jim ketib turibdi, yo muttahamlik joyi bor prezidenti oldida. Bo'lmasa gapirardi, matbuotga chiqardi, men noroziman derdi, lekin dardi ichida uchib ketdi. Bu odamlar hibsga olinishi bu yaxshilikdan dalolat emas. Nima uchun Qamchibek Tashiyevni yaqinlari hammasi yoppasiga hibsga olinyapti? Bu savol hammamizni o'ylantirish kerak. Mana qarang, mana shu yigitni hozir urib yiqitadilar. Mana qo'lini so'rayapti. Mana sizga Sadir Japarovni barcha topshiriqlari asosida prezident Sadir Japarov topshirig'i bilan demak Qamchibek Tashiyevni barcha tarafdorlari ishdan ketyapti, deputatlar mandatdan judo qilinyapti. Bu nimadan dalolat bu? Bu Sadir Japarov o'rtog'im degani bilan, lekin Qamchibek Tashiyevni chilparchin qilib tashyapti tarafdorlarini. Men bugun bozor kuni kechqurun uni qabul qildim deyapti. U bundan keyin hech qachon davlat ishiga qaytmaydi deyapti. Bu juda katta aybi borligidan yoki juda katta jinoyatlarini aytib, yo bunday qilib yurasan, yo seni ham qamayman degan bo'lish kerak Japarov. Lekin shunday menda xavotir bor, Qamchibek Tashiyevni juda katta jinoyatlarini ular qo'lga kiritgan shekilli u odam jim Qirg'izistonni tark etdi. Agar qo'rqmaganida bayonot berardi, hech yoqqa ketmasdi. Demak, vaziyat yaxshi emas. Qamchibek Tashiyevni siyosiy karyerasi tugadi. Lekin bir narsani anglab yetdimki, nimadandir bu gunohkor Qamchibek Tashiyev. Jinoyati, ayblarini uni yuziga qo'yib aytganlar. Yo kirasan 25 yil ketasan qamoqda, yo jim chiqib ket deb aytilgan, u chiqib ketdi. Bu Qamchibek Tashiyev yutqizganidan, siyosiy karyerasi tamom bo'lganidan Qamchibek Tashiyev nimadandir juda katta gunohkor prezident oldida. Juda katta jinoyati ochilgan. Prezident shuni aytib ogohlantirib, mana shunday qilib yurmasang tiqaman degan. Tamom. Sadir Japarov yutdi. Qamchibek Tashiyev hech narsa qila olmaydi endi, chunki qudrat yo'q, kuch yo'q, amal yo'q, armiya yo'q. Uni atrofidagilar hammasi hibsga olinyapti. Hali hibsga olinishlar davom etadi va ishdan olinishlar davom etadi.